birga 1 yildan beri shularni yengishga kurashib kelyaptilar birga. Taskin bolalar hospisida har bir kun yangi umidlar bilan boshlanadi. Bu yerdagi har bir bola qalbida katta orzular yashaydi. Ular uchun shifoxona shunchaki davolanish joyi emas, balki hayotning yangi sahifasiga odim tashlash manzilidir. Diyor ana shunday bolalardan biri. U oyoq suyaklari bilan bog'liq muammolar tufayli bir necha oydan beri shifoxonada. Futboldan yiqilganimdan keyin 1-2 oydan keyin sal oqsoqlana boshladim. Keyin uydagilarim sezib qoldi. Regenga tushirsa qop-qora bo'lib chiqdi o'sha joyim, oyog'imning suyagi. Toshkentga keldik. Keyin Toshkentdan 12 tami 13 kurs ximiya oldik. Operatsiyadan keyin yana 4 oldik. Bu yerdagi kichik bemorlar nafaqat og'ir muolajalarga sabr bilan chidaydi, balki hayotga bo'lgan muhabbatlarini va orzu-umidlarini saqlab qolishga harakat qilmoqda. Har birining ko'zlarida kelajakka ishonch, hayotga bo'lgan muhabbat va katta maqsadlar yashaydi. Men Abbos Fayzullayev muxlisaman. Abduqodir Qusanovni kuzataman o'qishdi Instagramdan. Zo'r o'ynaydilar, himoyaga zo'r. O'tmaydi o'qishdan. Taskin O'zbekistondagi og'ir bemor bolajonlar uchun yaratilgan birinchi hospis bo'lib, unda kasal bolajonlar va yaqinlariga yashash uchun yaxshi sharoit, ijtimoiy, tibbiy, psixologik hamda ruhiy yordam ko'rsatiladi. Bu yerda Diyor kabi orzusi bor bolalarning hayotga qaytishlariga yordam berish hospisda ishlovchilarning asosiy maqsadi. Bizning hospisimiz bolalar uchun mo'ljallangan 18 yoshgacha. Asosan saraton bosqichining 4-bosqichida o'tgan, ya'ni davolab bo'lmaydigan bosqichda o'tgan bolalar uchun mo'ljallangan. Lekin agar 3 kundan ortiq og'riq sindromi bilan bo'lsa, ya'ni to'g'ri og'riqsizlantirilmayotgan bo'lsa, bola uyda qiynaladigan bo'lsa, kelishlari mumkin, biz yordam beramiz. Bizda bola va uning ota-onasi uchun alohida xona ajratiladi va hamma xizmatlar butunlay bepul. Saraton kasalligi bilan kurashayotgan, kundan kunga o'z salomatligi uchun jang olib borayotgan bolalarga umid bag'ishlash, ko'nglini ko'tarish muhim. Shu bois bu yerga savob talab insonlar tez-tez kelishadi. Aynan mana shu Taskin bolalar hospisiga kelib, bolalarning ozgina bo'lsa ham ko'nglini ko'tarish, ularni mana shu gul ekish yoki qush uyalarini bo'yash va shu orqali tabiatda boshqa jonivorlar ham borligini, mana shu tabiat bilan oshno bo'lish kerakligini va ozgina bo'lsa ham dardidan chalg'itib, ko'nglini ko'tarish g'oyasi edi. Bu g'oyaga juda ham ko'pchilik qo'shildi. Muassasada kichik bemorlarning hayoti kurash va umidlar bilan o'tadi. Bu yerda o'tayotgan har bir kun saratonga qarshi kurashdagi katta g'alaba. Kichik qahramonlarimizga hammamiz ham yordam qo'limizni uzatishimiz, ularning orzulari va hayot uchun kurashishini qo'llab-quvvatlashimiz zarur. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydus Yermekbayev, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent viloyatidan.